Qoraqalpog'istonga Navoiydan yoki Toshkentdan sirk artistlar kelsa, sirkchilar kelishini men 1 soat oldin ko'chada poylab turardim. Mashinasi ko'rinadi, tepada bagaj bilan kolonkalar yoki ilonlarning sandiqlari bilan kelishadi. Men sirkka kirishga pulim bo'lmagan paytda 250 so'm edi. Eshik tagida 2 soat turganman. Iltimos kirgizib oling. Keyin o'sha sirk bizni Qoraqalpog'iston Respublikasida gastrol qildi. Qaysi maktabga borsam, men orqasidan borib yurardim. Poylab uydan pul olib, uydagilar bermasa, mana shu ko'rpachamiz tagida pul bo'lardi-da. Ana shundan olib ozgina avtobusga nimaga, suv ichgani yoki biletga bergani, ana shunaqa sirk qidirib yuraman. O'zimizdan 100 kilometr uzoq turadigan Qo'ng'irot degan bu, rayonimiz bu, tumanimiz. O'sha yoqqa ketib qolganman-da, to'g'risi. Yosh bolaman, 3-yo 4-sinfman o'sha atrofi. Ketib qolganman. Zoopark kelgan bizga, sirk bo'yonida. O'sha insonlarga qo'shilganman men birinchi. Birinchi ota-onam to'g'risi qarshi bo'lgan. Qo'rqqanlar, onam qo'rqqanlar. Sen bola nima orqalaring anaqa shiram bo'layapti yoki qo'llaring kuygan deydi. Men aldab chiqib ketardim, dada, men o'rtog'im uyiga borib bir kun bo'laman deyman. Keyin dadam o'sha o'rtog'im uyiga borgan kunlari ham bo'lgan. Meni qidirib, kerak bo'lsa militsiya bilan qidirgan kunlari ham bo'lgan. 1 oylab, 2 oylab yo'q ketganman-da, men sirk bilan. Hozirgi kunda o'zimning gruppam bor, kichkina dorbozlik mini sirk gruppam bor. Meni qo'llashga qaynonam kelgan, 2 ta qizim kelgan, ukalarim kelgan, xotinim kelgan. Extreme show nomerim bilan, sal og'irroq bo'lgan turklar bilan, albatta hakamlarni ham, butun xalqni ham lol qoldiramiz, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Hozir siz aynan sahnada nima ish qilasiz? Extreme janrida ishlab ko'ramiz, haddiga umiddamiz. Meni qo'rqityapsiz hozirdan. Agar shu ishni qilsangiz men qaramayman. Sizni unda sahnaga kuzatamiz, biz esa turmush o'rtog'ingiz bilan mana shu yerda sizni kuzatib turamiz. Assalomu alaykum. Ismim Azizbek, Qoraqalpog'iston Nukusdan keldim. Necha yoshsiz? 28 yosh. Umuman olganda nima ko'rishimiz kerak bugun? Ekstremalni show, xudo xolasa, sirk janrida. Ana Bobur aka. 100 millionga arziydi. 100 millionga arziydi-yu, lekin birinchi navbat pul emas. Bobur aka, siz bir minutga men yonimga kelasiz. Birgalikda boshlaymiz, ha? Ana Bobur aka. Xayr. Yesicha biz sizdan rozimiz, ekstremal turlar ekan endi. Hech kimdan qarzingiz yo'qmi? Bolalarimni o'qitib qo'yasizlar oxirigacha bir narsa bo'lsa. Bobur aka. Uzr.
deputat demaylar endi. Слушай, ну можно я уйду, а? Мне уже плохо. Так, хорош ты, что, блядь? Bilanmi? Men bunaqa narsalarni faqat ujus, qo'rqinchli kinolarda ko'rganman. Daniel, Talant. Qatida qildi ko'zi Ko'zi ichida. ko'zi. как дал бы сейчас вот по этой кнопке. Zachем? Зачем себя так мучить? Ko'zingiz o'zingizga kerak emasmi? Ko'zingizda qildingizmi, qoshingizdami? Ko'zimda. Talant bu, voy. Ko'zingizni mana ustidami? Ko'zni qorachig'i bilan oqchig'ini yozdi. To'g'ri, prям ko'zi. Ko'zingizdan ayrilib qolsangiz qo'rqmaysizmi? Shahzoda, ha? Talant dedik-ku biz. Endi ko'zlari toshdan emasdir. Ko'rdik-ku toshtanligini. Butun boshi armaturani ko'zda olma tashlagan. Ehtiyot bo'ling. Burningizda qiling mayli, labingizda qiling endi. Labingizda, tilingizda. Shada, endi tishida qilganini ko'rdik endi. Ko'zda ham qiladimi? Yomon ta'sir qilsa sezyapsizmi? Men qo'rqaman bunaqa narsalardan. Ko'rdik. Qo'rqqanim uchun ham yo'q deymikin. Mana o'tirdiz-ku. Azizbek, armaturani bukkaningizda gap yo'q. Men bu endi eski narsa. To'g'rimi? Ben ekstrem janrda emas, men juda ham ko'p janrda ishlayman o'zim, to'g'risi. Bilasizmi Azizbek? Men bu yerda juda ko'p sirkdan kelganlar juda ko'p. Albatta. Shulardan zo'rmisiz? Nima deb o'ylaysiz? Yo'q, men hech kimdan zo'r emasman. Endi qo'ldan kelgancha bu xalqqa yoqsa bo'ldi. Mana shu Boshqa gapingiz uchun narsa- rahmat. Mana shu gapingiz uchun rahmat. Ha, Rahmat. Ha, Bobur aka. Men Azbekka ha deyman. Rahmat. Ko'p o'ylab o'tirish hojati yo'q. Bobur akam hamma gapirib bo'ldilar. Men ham sizga ha deyman. Rahmat. Super. sizdan boshqacha nomerlar kutib qolamiz. Xudo xo'p? xohlasa. Faqat mansiz bilasiz. Faqat ko'zsiz Xudo iltimos. xohlasa. Ko'zni asrang. Assalomu alaykum. Sog' bo'ling. Tirikmisiz? Ha, rahmat. Mana shilinib qopti, mana bu yeringiz ozgina. O'zi odatiy hol. Odatiy hol. Albatta. O'sha kapkirni kirgizib chiqazganingizdan keyin og'riq bo'ladimi? Endi albatta sal ta'sir qiladi. Endi tomog'ingiz achib, angina chiqib, yo'talib yurasiz, qichishib, Ha. mana shunaqa bo'ladi. Keyingisida qo'rqitmang. Xo'p, bizni. Keyingisida pozitiv yuraman bu narsa. Shunaqa bo'lsa, men qo'rqib ketib qoldim. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat Rahmat, sog' bo'ling. Keyingi bo'linglar. soatda ko'rishguncha.